3 kishiga qiyomat kunida Alloh taolo gapirmaydi. Ularga qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Zinokor chol, yolg'onchi podshoh, Assalomu alaykum rahmatulloh. Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Mana bugun qancha akalarimiz tarafidan shunday bir ishtiroklar bo'lyapti. Ukalarimiz bilasizlar, ko'pchilik ota mehriga, ona mehriga muhtoj bo'lgan bolalar. Ular siz bilan bizga uka, kimdir singil, kimdir jiyan, har birimiz o'zimizni shunday qabul qilishimiz kerak. Alloh o'zi ajillagan bo'lsa, sizlarga befarq bo'lmayotgan insonlar. ko'p mehnat mashaqqatlar evaziga bir bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanib, rostgo'y qilib tarbiyaladi. Yolg'on gapirmadi, yolg'onga o'rgatmadi bolalarni, rostgo'ylikka o'rgatdi. Ota-onasini ziyorat qilgani borishdi, boshqa shaharda yashashar edi. Kelganida haligi kenja bolasi ozgina to'polon qiluvdi. Buvisi aytdiki, yig'lamasin, kechki payt birga boramiz dedi. Kechki payt bola ishandi, yig'lamadi, jim bo'lib qoldi. Kechki payt hali bola kiyimlarni kiyib, chiroyli bo'lib tayyorgarlik buvisini oldiga kelsa, ketishlikdan asar ham yo'q. Siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onni ota-ona o'zi o'rgatib turibdimi? Hech qaysi muallimiga foyda bera olmaydi. Buni ko'rib bola buvisiga siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onchi. Bu odamga Alloh taolo nazar qilmaydi. Unga gapirmaydi. U uchun alamli azob bor. Birodarlar, Allohga qasam, bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esdan chiqib qoldi. Ha, bo'pti, yo'q, shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangiz ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onni o'zingiz o'rgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u. Hech qachon unaqa demaydi, lekin bilib qo'yadi. Ha, deydi, dadam yolg'onchi deydi. Ichida. Va mana shu eng katta musibat. Keyin siz rostgo'ylik haqida 1000 marta va'z o'qing bolangizga, nasihat qiling, olmaydi. Chunki aytdik, amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim shaykhun zanim va malikun kazzabun va a'ilun mustakbir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Sahih Muslimdan bu hadis. 3 kishiga qiyomat kunida Alloh taolo gapirmaydi. Ularga qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Zinokor chol, yolg'onchi podshoh, mutakabbir kambag'al. Podshoh kimdan qo'rqib yolg'on gapiradi? Rost gapirishdan kim to'sadi uni? Uni rost gapi uchun hech kim muhokama qilmaydi. Endi podshoh bo'lib turib yolg'on gapiryaptimi? Alloh unga qaramaydi, gunohidan poklamaydi, qiyomatda u uchun alamli azob bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan. Mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum dedi payg'ambar. Bo'ladi ba'zida baxil. Mo'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum ba'zida bo'ladi, qo'rqoqlik ham tutadi. Ayakun mu'minu kazzaban, mo'min kazzob bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q degan. Yolg'onchi odam musulmon bo'la olmaydi. Bu narsani bolalarga yoshligidan o'rgatishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda aytadilar:
Alaykum bis-sidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Katta hadis tarjimasini o'qib beraman. Rostgo'ylikni o'zingizga lozim tuting. Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Bir kishi rost gapirib, rostgo'ylikda davomiy bo'lib boraversa, u Allohning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Doim rost gapiradi, Alloh rostgo'y deb yozib qo'yadi. Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'ling. Albatta yolg'onchilik gunohlarga boshlaydi. Albatta gunohlar jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'lib boraversa, Allohning huzurida kazzoblardan deb yozib qo'yadi. Hech kim tug'ilib rostgo'y bo'lib qolmaydi, hech kim tug'ilib kazzob bo'lib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'lgan bo'ladi bu narsa. Rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jami' Sahihdan kaburat xiyonatan an tuhaddisa akhaka huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhibun. Rasululloh aytadilar, eng katta xiyonat nima? U eng katta xiyonat. Eng katta yolg'on nima? Yolg'on. Birodaring seni so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapiryapti deb ishonib turgan joyda bilib turib yolg'on gapirishing. Bu eng katta yolg'on. Bu yolg'on gapirayotgan odam, xiyonat qilayotgan odamchi o'zi his qiladi nima qilayotganligini. Tozasini bering, oshna deydi. Tozasi mana shu zo'ri deydi. Lekin bu zo'ri bo'lmaydi. O'sha yolg'on gapirsang ham, gapirmasang ham Alloh yozgan bo'lsa oladi. Shuning uchun qilayotgan tijoratinglarga yolg'on aralashtirib, harom aralashtirib olmanglar savdogar ukalar, akalar. Unga berayotgan molingni aybi borligini bilasan, ammo mana shunisi tozasi deysan. Nuqsonni bilib turibsan. Xaridor ishondi, tozasini beryapti deb ishondi, lekin sen ishonib turgan joyda olding. Bu xiyonatning kattasi. Rostgo'ylik omonatdir, yolg'on xiyonatdir. Yosh bolani kichkinaligidan rostgo'ylikka o'rgatishlik kerak. Rostgo'y bo'lishlikka sharoit yaratib berishlik kerak. Abdulloh ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Sunan Abi Dovuddan bu hadis. Abdulloh ibn Omir aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uyimizda o'tirar ekan, onam meni chaqirib qoldi. Beki bir narsa beraman dedi. Yosh bola bu kishi, onasi chaqirdi, beki bir narsa beraman dedi. Payg'ambarimiz nima bermoqchisiz unga dedi. Bir dona xurmo beraman dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, agar unga o'sha narsani bermaganingizda siz uchun bitta gunoh yozilgan bo'lar dedi. Beki bir narsa beraman deysiz. Bir narsa beraman, beki deysiz. Yo'q bir narsa. Bir marta oldingiz qaytib kelmaydi. Muhaddis olimlardan Alloh rozi bo'lsin. Ana shu muhaddis olimlardan biri Madina Munavvaradan Basraga keldi. Bir odam bor ekan, payg'ambarimizdan bir hadisni bilar ekan. Piyodamidi, tuyodamidi o'sha minglagan kilometrda bosib bordi sahroda. Haligi odamni topib so'rab surishtirib, qarasa haligi odam etagini shunday qilib o'tdi, bir narsa solgandek qilib, tuyasinimi, otinimi chaqiryapti, mah deb. Hali etagini ko'targanini ko'rib, tuya yoki ot bir narsa bor deb keladi-da. Haligi odamni qilayotgan fe'lini ko'rib, bu odam yolg'onchi ekan deb orqasiga qarab hadisni eshitmasdan ketaverdi. Shunday qilib bizga hadis yig'ib bergan muhaddis olimlarimiz. Shu darajada elashgan. Hayvonga yolg'on muomala qilayotgan odamni yolg'onchi degan. Endi odamlarga yolg'on gapirayotganlarda nima deyish kerak? Bu muhaddis birodarlar narigi mahalladan chiqmagan edi. Uzoq masofadan kelgan edi. Sahroni bosib kelgan edi. Hayvonni oldayotgan odamni ko'rib turib, bu odamni yolg'onchi deb ketyapti. Rostgo'y insonning qadr-qiymati birodarlar pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Insondagi eng go'zal sifatlardan rostgo'ylik. Undagi eng qabih, razil sifatlardan yolg'onchilik, kazzoblik. Iymon u rostgo'ylikka bog'liq. Endi kufr esa yolg'onchilikka. Nifoq ham yolg'onchilikka boradi. Iymonning asli ochiqlik, rostgo'ylik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqning belgilarini sanab o'tganlarida birinchisi aytganlar: "Iza hadasa kadaba." Gapirsa yolg'on gapiradi.
Bu munofiqlarning alomati. Mo'minlar doim rostgo'y bo'ladi. Ha, mo'min odam baxillik qilib qo'yishi mumkin, qo'rqoqlik qilib qo'yishi mumkin. Bu narsalar tabiatida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sifatlar kishini mo'minlikdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan edi. Mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Baxil bo'lishi mumkin. Qo'rqoq bo'lishi mumkin, qo'rqoq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu ikkala sifat razli sifat, lekin iymondan chiqarib olmaydi. Ayakunu mu'minu kazzaban. Mo'min yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berdilar. Payg'ambarimiz aytganlar, mo'min har qanday sifat bilan sifatlanishi mumkin. Tabiatida har qanday yomon sifat bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina ikkita sifat mo'minda bo'lmaydi hech qachon. Al-kid val xiyana. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik. Bu ikkala sifat hargiz mo'minda tabiatida bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni rostgo'ylikka undarkanlar aytadilar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alaykum bis-sidq. Fa inna-s-sidqa yahdi ilal bir va innal-birra yahdi ilal janna. Rostgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Albatta rostgo'ylik faqat yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik esa jannatga yetaklaydi. Rostgo'ymi? Demak bu odamda xayriyat bor. Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz. Odamlar bilan va o'zimiz bilan o'zimiz qiladigan muomalamizda rostgo'y bo'lishimiz kerak. Rostgo'ylikning avvali xayriyat, oxiri albatta jannat. Va ma yazalu ar-rajulu yasduqu va yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallohi siddiqan. Rasululloh aytadilar, bir kishi rostgo'y bo'ladi, rost gapiradi. Rostgo'yligida davomiy bo'ladi, duo etib boraveradi rostgo'yligida. Alloh taoloning huzurida siddiqlardan deb yozib qo'yiladi. Naqadar go'zal, birodarlar. Robbingiz huzuringizda sizni siddiq deb chaqirilishligi. Alloh taoloning huzurida bandalarning sifati bor. Falonchi namozxon, falonchi bir ehsonlik, qo'l ochiq inson, falonchi yana bir yaxshi sifat. Endi siddiq degan laqabni olishingiz qanday zo'r narsa bo'ladi? Alloh taoloning huzurida. Va iyyakum val kadib. Payg'ambarimiz aytdilar, yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Yolg'onchilik faqat fujur, gunohga yetaklaydi. Va innal fujura yahdi ilan nar. Gunohlar jahannamga yetaklaydi. Qarang, yolg'onchi odam gunohlarga ketadi, gunoh jahannamga boradi. Demak, yolg'onchilik qayerga borar ekan? Yolg'onchilik har qanday zamonda, har qanday makonda, har qanday xalq orasida eng razil, yomon deb odamlar tomonidan tan olingan. Va ma yazalu ar-rajulu yakzibu va yataharra al-kizba hatta yuktaba indallohi kazzaban. Endi bir kishi xuddi sekin rostgo'y bo'lib, siddiq bo'lib ketganidek, sekin yolg'on gapirib, kazzob bo'lib ketadi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'ladi, hatto Alloh taoloning dargohida kazzob deb yozilib qoladi. Va naqadar achinarli oqibat. Allohning huzurida siddiq deb nomlanishlik, Allohning huzurida kazzob deb nomlanishlik, bu ikkisi hargiz barobar bo'lmaydi. Yolg'onchilik nima o'zi? Yolg'onchilik o'zi nima? Aytayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Ya'ni yomg'ir yog'yapti dedingiz, o'zi yog'mayapti. Voqelik boshqacha, sizning gapingiz boshqacha. Shu yolg'onchilik deyiladi. Choy ichib olasizlarmi? Yo'q, choy ichib keldik. Choy ichib keldingizmi rostdan? Yo'q, demak siz yolg'onchisiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kichkinagina qizchalar ketishuvdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida sut turgan edi. Sutdan ichinglar dedi, haligi qizchalar hayo qilishib, Rasulullohga bir haybati bosib, "Ya Rasululloh, ichkimiz kelmayapti" deydi. Shunda payg'ambarimiz qarab turib, "Yolg'onchilik bilan ochlikni jamlamanglar bir qilib" dedilar. Hali ko'ngil uchun aytib qo'yamiz, mana qimiz, "Ya biz hozir qonimiz to'q." Yolg'on. Yolg'on. Yolg'onchilik bilan ochlikni jamlamanglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, yolg'onchilik nima ekan? Gapirayotgan so'zingizni voqelikka to'g'ri kelmasligi. Birodalar, gunohkor odam doim yolg'on gapiradi. Qarang, o'g'irlik qilgan odam albatta yolg'on gapirish kerak.
Qarangda, qaysi gunoh qilayotgan bo'lmasin, fosiq, fojir odam albatta yolg'on gapiradi. Yoki men sizga Xitoydan narsasini koreyskida o'tkazyapman demaydi-da. Kishi rostgo'y bo'lar ekan, demak doim xayriyat ustida bo'ladi. Uni rostgo'yligi gunoh qilishidan to'sib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh aytayaptilar, rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylik faqat yaxshilik olib keladi. Yaxshilik jannatga olib boradi. Endi kazzoblikchi buni g'irt aksi bo'ladi. Tabuk g'azotiga chiqishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni shijoatlantirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning eng oxirgisi Rum degan mamlakatga qarshi. O'sha paytdagi eng qudratli mamlakat dunyoda Rum edi. Masofa uzoq, borish kerak Tabukka. Kun issiq, meva-chevalar pishgan, odamlar endi xurmolarni yig'ishlik arafasida turganida ochiq buyruq keldi. Tabukka borishlik kerak. Shunda imkoni bor odamlar hammasi chiqdi. Munofiqlar Rasulullohga yolg'on bahonalarda aytishib, uzrlarni aytib qolishdi. Endi mana shu musulmonlarning ichidan munofiq bo'lmagan, iymonida sobit bo'lgan kishilardan 3 kishi ham Rasululloh bilan birga chiqmadi. Rasululloh qaytib kelganlaridan keyin munofiqlar kelib, "Ya Rasululloh, uyimiz orqa tomon ochiq edi. Ya Rasululloh, sharoitim yo'q edi. Meni borgani ular." Xullas, yolg'on bahonalar bilan payg'ambarimizdan uzr so'rashdi va haqlariga istig'for aytishini so'rashdi. Payg'ambarimiz uzrlarini qabul qilib, haqqiga istig'for aytib qo'ydilar. Endi ana 3 kishi keldi. Ular Ka'b ibn Malik, Maror ibn Robi'a, Hilol ibn Umayya. Uchalasi keldida Ka'b ibn Malik aytadi, Rasululloh menga shunday qaradilarda, "Ha, siz nimaga qoldingiz?" dedilar. "Ma xilafak." Mana shu yerda yolg'on gapirib qo'ysa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'pti deb qo'yib yuboradi. "Ya Rasululloh, meni hech qanaqa uzrim yo'q" dedi. Nafsi zaifligi yalqoqlik dedi. Yana 2 kishi, yosh kattaroq bo'lgan bu 2 kishi ham shu gapni aytishdi. Uyiga qaytib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukm qildilar, hech kim gaplashmasin bu uchala kishi bilan. Amma hada faqat sodiq dedi Rasululloh. Bu dedi, to'g'risini aytdi dedilar. Ya'ni bu degani avvalgi bari uzr so'raganlari nima edi? Yolg'onchi edi. Uydagilar malomat qilishdi. Ka'b ibn Malikni qarindoshlari, hamma odamlar uzr aytdi, Rasululloh qabul qildi. Nimaga aytib qo'ymading dedi? Men yolg'on gapirmayman dedi. Mendan boshqa odam ham shu gapni gapirdimi? Ha, Hilol ibn Umayya, Maror ibn Robiya shu gapni gapirdi. Ularning ahvoli nima bo'lsa, meniki ham ahvolim shu bo'ladi dedi. 50 kun davom etdi odamlarni gapirmasligi. Hatto keyin buyruq bo'ldi, ayoli o'zining oilasiga borib turish kerak. Hatto ayoli ham uyda ozgina xizmatini qilib turgan edi. Hatto ayoli ham gapirmayotdi. Endi ayolini payg'ambarimiz uyiga ketishligini buyurdi. Oqibati nima bo'ldi? Birodarlar, bitta yolg'onini, bitta zaifligini, o'zini nafsini yenga olmaganligini yolg'on gapirib yopib qo'yishi mumkin edi. Lekin bular rost gapirishdi. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik insonni najotga yetkazadi. Keyin Alloh taolo ularning tavbalarini qabul qilganligi haqida oyatlar nozil qildi. Alloh ularni kechirdi. So'ngra aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va kunu ma'as-sodiqin." Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va sodiq, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Hamma gapiryapti-da, yolg'onni. Hamma qilyapti-da, tarozdan urishdi. Hamma qilyapti-da, sutga suv qo'shiladi. Atrofingizdagilar bari o'shanaqa bo'lsa, siz ham o'shalardan yuqtirasiz. Alloh taolo buyuryapti: "Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va rostgo'ylar bilan bo'linglar." Atrofingizdagilarning rostgo'yligini ko'rganingizda bu yuqadi sizga. Xuddi yolg'onchilik bundan nima bo'lgandek, yuqqanidek. Sinig'idan boshqasi ularni avf qilinishiga rostgo'yligi sabab bo'ldi. Mana endi qarang, hozirgi kunda qarasangiz, ayrim kofirlar, g'ayri dinlar rostgo'ylikni shunday o'zlariga prinsip qilib ushlaganki, o'zini zarariga bo'lsa ham to'g'ri gapiradi. Dunyoviy hurmat e'tibori, reputatsiyasi ketib qolmasligi uchun zarar bo'lsa ham to'g'risini gapiradi. Qo'yili tovarni ajratib turib, mononsi 8 so'mdan, mononsi 10 so'm dedi, qara kofir bo'lsa ham deb turib, rost ish tutsa, biz uje hayron bo'ladigan bo'lib ketganmiz aqllarimiz. To'g'rimi? Juda oson bo'lib ketgan tilimizga yolg'on. Aka, zararga beryapman deydi. Aka o'zi shunaqa kelgan deydi. Hech o'ylanmasdan chiqadi tilingizdan. Ya'ni
shu narxga kelgan o'zi zararga beryapman degan narxingizdan keyin yana tushirib berasiz. Mana G'arbda shunaqa bir dasturlar, programmalar bor. Chet tilini biror bir tilni o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha G'arbda shu tilni egalari bo'lgan bir oilaga tilni o'rganayotgan bola, yigitmidi, qizmidi joylab qo'yadi. 1 oymi, 2 oymi yashaydi, shu til egalari bilan birga yashab, muloqot qilib tilni o'rganadi. Arabistonlik bir yigit ana shu G'arbga boradida, ularni tilni o'rganishlik uchun bir oilaga uni ham shu boyagandayda biriktirib qo'yishadi. Haligi g'ayridin kishi ayoli bilan bir yoqqa ketishlikdan avval haligi musulmon yigitga aytdiki, biz dedi falon joyga ketyapmiz ayolim bilan, men kichkina qizim bilan o'tirib tura olasanmi? Ha, mayli o'tirib turaman. Ular ketishdi. Haligi musulmon yigit qoldi, kichkinagina qizcha. Oshxonasida yugurib bir vazani sindirib qo'ydi. Va rosa yig'ladi haligi bir 4 ga yoki 5 ga kirgan qizcha. Yig'ladi. Nima yig'layapsan? Sindirib qo'ydim, onamga nima deyman? Ha, yig'lama. Onang kim sindirdi deb so'rasa, meni sindirdi deb qo'y dedi. Men yangisini olib beraman, mushkula hal bo'ladi dedi. Rozi bo'ldi. Kechki payt ota-ona keldi, g'ayridin. Qarasa vazni siniq. Kim sindirdi deb qizidan so'radi. Mana akam sindirdi dedi. Men uni olib beraman dedi, shu bilan mushkula hal bo'ldi. Kechki paytga borib, haligi 5-6 yashar qiz yig'ladi. Tabiati ko'tarmadi yolg'on gapirganligini. Chunki ota-onasidan faqat rostgo'ylikni o'rganganida g'ayridin bo'lsa ham, ota-onasi unga yolg'on gapirmagan edi. Yolg'onni kasb qilib ulgurmagan edi bu murg'ay qalb. Yig'laverdi. Onasi nimaga yig'layapsan deb so'raganida, men bir narsani yolg'on gapirib qo'ydim. Shuni tan olishim kerak dedi. Nima bo'ldi? Va'zani ona bola emas, men sindiruvdim dedi. Bu qizchaning otasi keldida haligi musulmon yigitga, sen bizni uyimizga kelib yashaganlarning ichida axloqing eng zo'ri eding. Lekin seni hozirgi qilgan ishingni kechirib bo'lmaydi. Men qizimni rostgo'ylik ustida tarbiya qilyotgandim. Sen unga yolg'onchilikni o'rgatibsan. Endi biz uyimizni bo'shatib qo'y, boshqa uy qidir dedi. Rostgo'ylikni ham, yolg'onchilikni ham qayerdan o'rganar ekan birodarlar? Siz bilan bizdan. Yo'q deb qo'y deymiz-ku. Alloh taoloning payg'ambarlari, anbiyolari rostgo'y edi. Hammasi. Ismoil alayhisalomni Alloh taolo maqtab, innahu kana sodiqal va'di. Dar haqiqat u va'dasi rost edi dedi. Idris alayhisalom maqtab, innahu kana siddiqon nabiyya. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng rostgo'y kishi bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Qurayshliklar nima deb laqablashar edi? As-sodiqul amin. Hech qachon Rasululloh yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon. Rasulullohchi hazillashsa ham rost gapirib hazillashardilar. Men jannatga kiramanmi dedi bir qari kampir. Yo'q, siz jannatga kirmaysiz dedi. Yig'lab ketdi. Dili vayron bo'ldi, chaqirib kelinglar. Kampir holda kirmaysiz dedi. Xursand bo'lib ketdi. Hazillarimizni necha foiz yolg'on bizni? Abdul Qodir Jiloniy solih, obid kishilardan edi. Yosh ekan, karvondagilar bilan bir safarda ketayotganida qaroqchilar to'sib, hammasini tintuv qilib, qancha puling bor, po'pisa qilib pulini olishni boshladi. Qaroqchilardan bittasi keldi, hali yosh yigitchaga "Nech puling bor?" dedi, 40 dinor dedi. Haligi yosh bolada buncha pul nima qiladi deb ishonmadi-da, o'tib ketaverdi. Yana bittasi keldi. "Qancha puling bor?" dedi. 40 dinor dedi. "Meni masxara qilyapsanmi?" dedi. "Yo'q" dedi. Yetalab boshlig'ini oldiga olib bordi. "Mana u 40 dinorim bor" deyapti dedi. Boshliq so'radi, qaroqchilarning boshlig'i. "Qancha puling bor?" "40 dinor pulim bor." Chiqardi. Rost gapirganligini ko'rib turib, "Nimaga bunday qilding?" "Onamga hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berganman" dedi. "Va'dam ustida turaman" dedi. Qaroqchilarning boshlig'i, birodarlar, mana shu bolani qilgan ishidan hayo qilib, uyalib, hammasini qo'yib yubordi. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik birodarlar najot yetkazadi. Lekin yolg'onchilik esa, qarangda, yolg'onchi odam bitta yolg'onni gapiradi, endi shu yolg'onni ochilib qolmasligi uchun yana bitta yolg'on gapiradi. Shu bilan ketaveradi. Bandani Parvardigorini huzuriga ko'tarib olib boradigan eng yaxshi narsasi rostgo'ylik. Bandani
Parvardigorining huzuriga ko'tarib boradigan eng yomon narsasi yolg'onchilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisga Isro va Miroj voqeasi mana sirat darslaridan o'tganmiz bilasizlar. Bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganligini Qurayshga aytdilar. Quraysh ishonmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana endi sen yolg'onchi bo'lding deb yolg'onchiligiga o'zlaricha bir hujjat topishgan bo'ldi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam isbotlab berdiki, ular Baytul Maqdisni, Masjidul Aqsoni sifatlab ber deganlarida qayetini so'rasa Alloh taolo ko'rsatib turaverdi, aytib berdi. Rostgo'yligi ma'lum bo'ldi. Yana qarab turing, Abu Bakr Siddiq Rasulullohga shunaqa ishongan, shunaqa tasdiqlagan kishi bo'lganki, hatto ayrim musulmonlarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bu gapida ikkilanib qolishdi. Abu Bakrga borib, "Ey Abu Bakr, Rasululloh falon deyaptilar. Bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganmiz. 2 oy kerak bo'ladi bizga. Nima deysiz?" deyishganida Abu Bakr Siddiq gapini qarang. Agar Rasululloh shu gapni aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdi. Va mana shu kunda Abu Bakr As-Siddiq degan laqabni oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rostgo'yligiga zarracha shubha qilmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida ikkita farishta yetalab olib ketdi. Qabrda azoblanayotgan ayrim kishilarning holatini ko'rsatishdi. Bir odam yerda yotar edi. Shalqamchi yotgan. Yonboshida yana bir odam bor, qo'lida temirdan bo'lgan sixi bor. Haligi yerda yotgan odamni yonboshlatib turib, og'ziga tiqib, yirtib qulog'igacha olib boradi. Yana sixni chiqarib turib, ko'ziga tiqib turib, yonboshgacha yirtadi. So'ngra ikkinchi yonboshiga yonboshlatadi. Xuddi shu ishni chop tomonida takrorlaydi. Avval og'zini yirtib qulog'igacha olib boradi, keyin ko'ziga tiqib, ko'zini yirtib yonboshigacha olib boradi. Ikkinchi tomonini yirtib avzolab olib borguncha birinchi tomon bitib qoladi, bu tomonni yotkazib shu ishni takrorlaydi. Farishtalardan so'radi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Bu kim? Bu nima sababdan bunday bo'ldi?" Qiyomatgacha shu azobni ko'radi. Bu shunday bir yolg'onchiki, yolg'onni gapirib, yolg'on bilan ufqni to'ldirgan edi. Mana shu joyini ozgina gaplashamiz. Yolg'onchi edi. Shuyla emas, ufqni to'ldirardi. Nima degani? Avvalgi zamonlarda bir odam bir majlisda bitta yolg'on gapni gapirsa, shu majlisda tugar edi. Ja bo'lsa bitta ikkita odam eshitadi, ertasi kuni yo'q bo'ladi. Ammo hozirgi kunda qo'limizdagi telefon apparatlarimiz bilan bizga bitta yolg'on xabar kelsa, siz uni to'g'ri, noto'g'riligini bilmaysiz. Sizga keldi, siz ham 70 ta odam bor gruppangizga bitta jo'natasiz. U 70 taning 70 ta odam bor tarqatdingiz. Ufq to'ldimi? Sizni tekshirmasdan yolg'on gapni tarqatganingiz butun ufqni to'ldirib tashladi. Dunyoda nariga burchagiga ham bordi. Sizga kerakmi shu xabarda tarqatishlik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishi eshitganki gapini ko'tarib yuraverishligi yolg'onchi ekanligi yetarli dalil. Qaytarib aytaman, kishi eshitganki gapini yetkazayotganligi tekshirmasdan ko'tarib yurganligi yolg'onchiligiga dalil. Qo'linglardagi narsaga yaxshi xabar ham keladi. Yomon xabar ham keladi. Tarqataverasizlar-da. Nimaga shu bekarga o'ylab ko'rganmisizlar? Prilajeni o'zi ham bekarga, uni ishlatish ham bekarga. Nimaga o'ylab ko'rganmisizlar? Nimaga somordagi osh bekarga emas? Nimaga hamma yo'q pulligi, nimaga bular bepul? Musulmonlar o'rtasida fahsh munkarni yoshlikka juda ham yaxshi asbob. Ha, yaxshilik ishlatsa ham bor, lekin yomonlikka ko'proq ishlayapti. Chunki yolg'on chiqib tashayotgan narsalardan bittasi mana shu qo'limizdagi telefon bo'ladi. Demak, birodarlar, bitta yolg'on gapni eshitadi, yana tarqatadi, shu bilan ufqni to'ldiradi. Endi telekompaniyalarchi, yangilik tarqatadigan telekompaniyalar yolg'on xabarni tarqatganda ular ham ufqni yolg'onga to'ldirmayaptimi? Ikkinchi, siz yolg'onni tarqatib bo'lganingizdan keyin noto'g'ri edi bu, adashibmiz deb turib, keyin bu xabar yolg'on ekan deb keyin xabar tarqatsangiz ham endi kech bo'ldi. Odamlar falonchini mana bunday ekan deb o'ylab bo'ldi o'sha. To'g'rimi? Umrining oxirigacha oqlanmay o'tib ketadi. Siz tarqatgan yolg'on tufayli. Eng katta yolg'on Alloh azza va jallaga qilingan yolg'on. Va yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala Allohi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathman lil mutakabbirin. Eng katta yolg'on Allohning sha'niga yolg'on gapirishlik.
Qiyomat kunida Alloh sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarning yuzlari qora holda ko'rursiz. Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? Eng katta yolg'on Allohning sha'niga yolg'on gapirishlik. Undan keyingi katta yolg'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sha'niga yolg'on gapirishlik. Rasululloh aytganlar: "La takzibu alayya." Meni sha'nimga yolg'on gapirmanglar. Man kadaba alayya